Lijo, O, şeyden baka ottağıça. Ya şimdi akam yoklap çıkkaç. Bizden bir gep silip çıkmaydı mı? qanday gap salamas? Yani mangaç deyişimiz. Jaranglar. Yolg'iz o'tirib ketibqa, şimdi aka. Yaxshi to'lima. Luqman, Ashimjoy motorni ishlab turmaydimi? bir motoga fichonli chedonlama. Siz oldiga minib, lo'g'ayilib, shayi bichirib chiqay debsa, Voy, yo'q, men o'zim bilmay, bardig'ay ag'atda berib kelolay. ma'qul. En şeyle ishlatib olib, aka pirajman. Yeli yo'q ya motoni. Ma arliq yo'l bilan yiqiroq deb sen bilan mangantam. O'sha biznes shirkatimi kamir teshib ketgan o'xshaydi. Bo'libdi. Ma'qul. Sayt o'damsa. Ma'qul. Motorni teshib bechiribadi. Yani bu yoq maqammaylimi, asli bichirib chiqmamsizlar. Maqidam gap qilmadi adam. Bu da adamning ütini yerib ketib gap qiladi, beksiz gap qilgan odam-da. Bir chirib chiqinglar. Chirpaqayman. Ha? Abi tishan so'rab chiqinglar. Turlar o'zinglar bichirib chiqinglar. Chirib chiqayman. Chirib chiqinglar. Yo, ana. Şimdi aka tishan verib tursalta. Ketmanmi teshangmi? Shu tishan o'z bo'ldi. Va Va- yangi tishan kiyam taqa. Ma'qul. Şimdi aka men tishan ichigan-ta. Qo'y. Bu teshang ucholib ketdi-ku. Shu Selunjanning chaq buzilib qolibdi ekan. Bunda tiksilib shipon qilib ko'taray desam bu bek jabi sapken ma osilib ketdi. Yaxshi bo'libdi. Teshangni qo'yib, sepinaga chiqasizlar. Anlar bir no'g'ich qilib, ximiyib kesib lag'maydi birajma. Şimdi aka yaxshi to'lma. Luqman, Bir saqal tig'os berib tursalta. mana. Ya şimdi aka bu edem zanlık etatamla ya. Bu işletip bağın tıkken bu. Nemi tık bu? Bu Koreyadan import qilingan dorko markalık taq. Nait esil 6 bisliqqa mava. 2 oy etdi da. Eğer sen bana setilip razı olmasanlar, pulun to'liq qaytida. Qanday aqlış ekanmas? Buni setib olmoqchi yoki vakolatchi mahsulot qo'yib qolsak 166 ta 98 85 04 32 degan nomer qo'ysak bo'ldi. Undaz bu yaxshi tık olgan ekan bu yangisini bir atal bermem bu. Qaysa sizlar bizning teatr ishlatib turgan bola, mehmonning sepini ishlatib qolsa debdim. Manla dükkanların arasında 2 yil edi da. Ikkala bir bojom bo'lgan ekan, menga faqat chimslarmi bo'lgan ekan.